Assalomu alaykum Imronbek Parranda kanalining obunachilari. Do'stlar, xudo xolasa mana jo'jalarimizni katak qildik. Mana cho'tga chiqdi, xudo xolasa suv idishlari, broiler yemlari, kepak, asosan kepak ham berish kerak ekan jo'jalarga. Tez katta bo'lar ekan do'stlar. Mana bitta dekancha jo'ja ham kelib qoldi qo'shnimizdan sovg'aga. Xudo xolasa mana bir kun ham katta qilib beramiz. Urishtirishga qiziqmayman, lekin boqib beramiz. G'ag'ildoqlarni ham hammasini uni indeskini ikkita chiqqan bolasini ham shega qo'yib berdim. Billalashib yurib, mana yugurib o'qitib kelyapti va shag'illayapti. Yana bitta xona qildim, mana xudo xolasa boz qo'ygan partiyalar ochishni boshlasa, yarmini baqa ham sig'may qo'ygan buni katakka, bu katakka ham sig'may qo'ygan ekan, o'sha tepaga qo'yilaveradi xudo xolasa. To'rtta zaxira joy bo'ldi. Endi ko'ngil to'q bo'ldi. Shu ertaga pastra chiqib qolsa qayerga qo'yishni bilmay mishqoga zo'rgandim. Mana do'stlar, tepalargacha simlar bilan cho'tka qilib. Do'stlar, mabodo jo'jalaringni mishiq qilib ketsa, endi men shunaqa deb eshitganman. Boshqada ushlab o'ldirib qiynash kerak yo'q. U ham bir xudoning zoti. Avvalo ehtiyotingizni o'zi zo'rlab qiling. Sababini qilib qo'ying. Endi Alloh sizga o'sha narsani boqib katta qilishda rizq qilgan bo'lsa bo'ladi do'stlar. O'g'illab ketib, kimdir yo mishirib ketib qolsa, o'sha nimadir endi bo'lishi kerak bo'lgan ish bo'ladi. Shunaqa deb tan olish kerak-da. Avvalo o'ziz mana bunaqa qilib kataklarni zo'rlab, hamma yo'lni bekitib, ko'ngildek qilib, mishq kirmaydigan qilib qo'ying. Keyin Xudodan so'rang. Hamma narsani sababini qilish kerak baribir. Keyin go'zal bo'laveradi. Do'stlar, kurkalarimiz qalay mana. Mana kurkalarimiz, xudo xolasa kurkalarimiz kechki sayohatda salqinda. Kurkalarimiz yotibdi, yana bitta nimamiz ochdi, sariqdan bitta, oqidan bitta. Shuni tagida yotibdi. Bunga tegmay turaversa qurib olsin, lekin hozir ochibdi. Qolgan kurkalarimiz ham hammasi sabr toqat bilan kutyapti bolajonlarini. Hali bular patira bolajonlari bilan chiqib yuradi, xudo xolasa. Mana o'rdakmi, ilonmi tushunib ham bo'lmaydi. G'ozmi bu? G'ozda xarakter bor. To'g'ri, taylardan o'tib ketdi. Bekkan jo'lamiz. To'g'ri o'tsa mishq bilan o'tadi. Aqabasi, jo'jalarga basi bakın. Hop, mana bu farishta ham ochib olish kerak. Chi qilib bosib qo'yam. Xudo xolasa. Hop do'stlar. Yana nima yangiliklar bor fermachamizda? Imronbek bog'chadan kelib qolsa, bir qator yana suv pullarni, o'q yemlarni qarab qo'yadi. Quyonchalarimizni yana bir bor ko'rsatamiz. Bu to'ychilar, ana bunaqa ketaveryapti. Yotishni qarang mana. Issiqlik qilyapti shekilli bet. Uni bilmayman endi. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Yuraveryapti quyonchalar. Mana ikki tashqariga ham chiqib boryapti ekan. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nima qilish kerak? Yo endi tepasmi? Tapga tushib qapot bo'lyapti. Mana sabrda bu ko'rsalang ozgina joyini o'z xalqroq tomonga olib qo'yaman shekilli bo'lardi. Endi buni ham baribir jonivor narsa. Issiqda quyon tug'sa, joyi salqin bo'lmasa qiynalar ekan do'stlar. Mana shu narsaga mana o'zimiz ham guvoh bo'lyapmiz. Tajribamizda xudo xolasa quyonchalarimiz mana qancha yetilib qoldi. Bir oy, 1,5 oydan keyin ularni ham qo'shamiz. Mana buni haligi bo'g'oz deb olgan quyonimiz yolg'on bo'lgan ekan. Endi xudodan bu narsa ham to'g'ri. Bo'g'oz emas ekan, lekin qo'shib qo'ydim o'zimni quyonimga, Pandavoyga. Endi tug'ib berar balki.
Yana bitta yangi quyon keldi. Bunaqa sal yoshi kattaroqmi bilmayman. Qo'shnim xohlasang so'yib ol, xohlasang boqib berib ketdi. O'rniga boshqa quyon beraman, o'zi ishga ketdi. Erta o'tgan safar. Bitta bo'yichalarimiz mana yotibdilar. Bittasi o'lib qoldi, nimadir bo'ldi. Og'zi ho'l bo'lib, suvni ko'p ichib yubordim, bilmayman nima bo'ldi ekan. O'rdaklarimizni g'alati qilib xo'rozlar qiynaverib. Makonlar kam qoldi, ko'proq kurka bo'lib ketdi-yu. Shuni hisobiga qo'ygan makonlarni ko'p xo'rozlar ochilib bilan bosib yuborganiga boshlari qonab ketgani ham bor. Mana shuni sotolmadim, shu baqqallarni sotolmadim do'stlar. G'irt bir bo'lmag'ur narsa ekan. Kurklar xonasiga kirib oladimi? Kurklar quvishadimi? Nima qilish kerak buni? Mana xo'rozlarimiz salqinda dim bo'lyapti. Yangi xo'rozimiz chiroyli. Bu makoncha. O'zimizni qorabosh yigit. Qora tovuq ham kelib qoldi do'stlar. Xullas do'stlar, atmosfera shunaqa bo'ldi. Mana shu yerga jo'jaxona, mana bu kurkalar yotibdi. O'sha boshda qullarning joyi, ro'parada quyonxona. Mana bu yerda so'ri, bu yerda poliz ekinlari. Mana keng o'rtada joy bor. Xohlasa betlarga ham bir nimalarni o'ylab topib, yana ham chiroyli qilishga harakat qilamiz. Mana bu yerdagi lanshavni o'timiz bittasi ko'klayapti. Xolos, tomir bilan ekkandim, nimagadir yerimiz yaxshi basmi. Mana shuni o'zi bo'lsa ham ko'klab berib, tomiga chiqib ketib qolsa shepirdi. Baqarab yoyamiz, quyon tomonga olib ketamiz. Keyin bu tomonga ertadan ko'lab olib ketsa bo'ladi. Ko'klasa bo'ldi. Hop, mana shu tomlarga chiqarib olsak, ancha salqin bo'ladi. 12 mingdan 1 metrga 60 santimetrlik penoplastmi degan narsa bor ekan do'stlar. O'shandan qo'qaman, Xudo xolasa betlarga. Ancha chiroyli chiqadi, o'sha ham salqin bo'ladi. Hop. Do'stlar, bizda hozircha yangiliklarimiz shunaqa. Doim kuzatib boring, like bosing, komment yondiring. Yana videolar qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.